Assalomu alaykum, hurmatli bizlarning kuzatuvchilarimiz. Sizlarga bugun davolash usullaridan, ya'ni Rossiyada hit bo'lgan, YouTube'da hit bo'lgan Yuriy deb o'zgarib ketganiga shaxsan o'shaning o'ziga borib, ularning texnikalarini olib, ko'pchilarini qiyshaytirib, sindirib kelgan bitta bemorimizning MRTlarini sizga ko'rsatmoqchimiz. Ular ya'ni grija bo'lgan, grijani davolashligi uchun ularni texnika olishgan. Xullas, umurtqani dars urib, oxiri ko'pchilik keldi. O'sha ko'pchilik singan. Haligacha endi azobi bor, ham grija ham bor, ketmagan kelasi ham. Ya'ni nima demoqchiman? Ularning texnika o'zi qanaqa payt yordam beradi, kimlarga yordam beradi? Grija bo'lsa, u odamning masalan ularning texnikasi yordam beradimi, yo'qmi? Oldin yaxshilab izujat qilib, o'rganib, keyin borishlarni tavsiya qilamiz. Keyingi videolarda yana boshqa davolash usullari to'g'risida ham sizlarga bir yengilliklarni aytib o'taman. Hozirchasi shu sizlarga.